Assalomu alaykum do'stlar. Uyingizni mana shunaqa chiroyli jiddiy traversing qilmoqchi bo'lsangiz agar shu videomizni tomosha qilishingiz mumkin. Mana shunaqa fasonlarni necha puldan qilishyapti. Ya'ni bu ishimizni 10 yil garantiyasi bor ekan. Keyin loy bo'lgan taqdirda suv bilan bemalol yuvib olsa bo'lar ekan do'stlar. Hozir mana shu ishlarning narxlarini, olib qancha rasxodlarini videomiz davomida aytib o'tamiz. Like bosing, kommentariy yozing. Boshladik. Aziz do'stlar, bugungi ustamiz Jahongir aka bo'ladi. Yaxshimisiz aka? Yaxshimi? Bu akamizni bundan oldingi videolarimizda ham ko'rgansiz. Bu uyimiz ham chiroyli bo'pti, aka. Hamma uyimizda ham chiroyli bo'pti, chiroyli bo'pti. Hamma joyda rombikcha qilganmiz. Xo'p, aka endi bir boshdan boshlaymiz. Nima ishlar qilganmiz, narxlari, hammasi haqida mana shu videomizda xudo xolasa obunachilarga aytib o'tamiz. Ketdik. Navbat sizga. Uyimizga aka polni hamma joyga rombikcha qilganmiz. Rombik, hamma joy rombik stilda bo'lgan. Bu tomonlariga karashnoy qilganmiz. O'rtalariga karashnoy. Ya'ni hammasi bularni jiddiy traversingdan bo'lgan. Jiddiy traversingdan bo'lgan masa. O'zimiz qilganmiz. Shunday. Sokollar juda baland bo'libdi. Sokol fundament balandlik bo'lgani uchun shuni hisobiga sokol ham baland bo'lgan. Sokollarni baland qilishgan ekan. Xullas, polni rombikcha bo'lgan, hech qanday palasa bo'lgan joylar yo'q. Yo'q, palasa bo'lgan joyi yo'q. Xo'p, bilishim bo'yicha rombikcha qilish boshqa fasonlarga qaraganda qiyinroq. O'shanga yarasha narxi ham qimmatroq bo'ladi, qimmatroq chiqadi. Ya'ni bu darvozaxonamiz bo'lyapti hozir. Shunday darvoza. Patologlar oppoq ekan, biz qilmaganmiz bularni. Yo'q, patolog past burchatga biz qilmaganmiz. Burchatga hammasi tayyor ekan. Faqat traversing bizning ishimiz. Biz faqat traversing qilganmiz. Hozir bir 30 xil nimasi bor bilishim bo'yicha. Fasonlar aka ko'p, har xil fasoni bor, variantlari. Bu yerda derazani atrofini 3D qilib o'zidan chiqarib berganmiz. Tiyaga qilganmiz ekan. 3D qilib tiyaga qilganmiz. Xo'p, tepalarni Versace qilgan ekan. Tepalar Versace bo'lgan, tepalar Versace. Xo'p, hovlini ko'ryapmiz. Hovli polni travers nima? Rombikcha. Rombikcha fason bo'lgan hamma joyga. Ya'ni rombikcha bu boshqa fasonlarga qaraganda qiyin bo'lganligi uchun narxida ham, vaqtida ham farq qiladi. Xo'p. Bu 2 etajmi yo? Bu fundament balandroq qo'ygan, shu tobi podvol ham bir ko'hna shunaqa narsa qilib qo'yibdilar. Xo'p, qarang, rombikcha zo'r chiqqan. Buni o'rniga boshqacha fason qilgan bo'ladimi, Jahongir aka? Boshqacha fason qilgan bo'ladi, xohlagan fasonni. Endi uy egasi shu narsa xohlagan uchun shu fason chiqarib berganmiz. Necha xil rangi bor buni? Travertenmi? Traverten bir 15 xil shunday rangi bor. 15 xil ranglari bor. Tavsiya qiladiganimiz mana shu maloshni rangi. Ya'ni traverten tabiiy rangi bo'ladi. Tabiiy rangi, misol uchun rangi o'chmaydi uncha-munchaga. Bularga o'sha rostdan ham o'sha 10 yil garantiyami aka? Ha, 10 yil garantiya beradi. Tagidan sho'ri chiqmasa, aytib o'tganimizdek, sho'ri bo'lmasa, yorilmasa hech narsa qilmaydi. Ya'ni devorning tagidan sho'r chiqib, travertenni chiqarib yubormasa agar 10 yil garantiya bor. Bemalol suv bilan ham yuvib, bemalol yuvsa bo'ladi, suv bilan bo'lar ekan. Xo'p, mana bu yer stalbomimiz bo'lyapti. Ya'ni stalboni ham Versace urib yubordik. Ha, Versace kirgoy qilib, Versace qilib berganmiz, chiroyli qilib. Xo'p, bu yerga yana nimalar qilsak bo'ladi aka, Versacedan tashqari? Versacedan tashqari plaster qilsak bo'ladi, plaster shaklida qilib. Endi hamma joy bir xil bo'lsin deb degan maqsadda Versace qilib berganmiz bu yerlarga. Lekin polni shu nima rombik chiqsa ham zo'r bo'lar ekan-a? Shunday. Ko'pgina joyda kombinatsiya bo'ladi. Masalan, o'rtasi rombik bo'ladi, qolgan joy palasa bo'ladi. Endi bu ham uyning egasi bilan maslahatlashgan holda bo'ladigan ish. O'tgan ishimizni ko'rgani, anoda 5 kunda qilgan ishimizni bilsangiz. O'sha ishni ko'rib, shundan keyin shuni chaqirib qilib berdik. Do'stlar, aka nomerlari ekranda bo'ladi. WhatsApp, Telegram hammasi bor, ha? WhatsApp, Telegram hammasi bor, ha. Xullas, primoy telefon qilsangiz ham bo'ladi, internetdan chiqsangiz ham bo'ladi. Shunday. Xo'p, maslahat so'rash bizdan bepul. Maslahat so'rash bepul, ha. Ya'ni telefon qilib, masalan, mana shunaqa o'yin bor. Rasmini yuborsangiz agar, qanaqa fason tavsiya qilasiz desangiz agar, o'shanga qarab fason tavsiya kataloglarni tashlab beramiz. Ma'qul kelsa, qaysi ma'qul kelsa, o'sha narxni olsin kelishamiz. Borib qilib beramiz. Narxlarni ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Shunday, ha. Xo'p, narxlar qanchadan bo'lyapti o'zi shunday? Narxlar aka $8 dan $12 qilyapmiz. Ya'ni mana shu ishimiz qanchadan bo'ldi? Bu fasonimiz aka $10 dan qilib berdik. Fason narxlar salgina ko'tarildi. Endi mehnat og'irroq, endi material ham o'shanga nisbatan
material ko'tarildi shu hisobiga. Materiallar narxi oshdi. Materiallar narxi oshdi. Dollar ham narxi oshib qoldi. Ishi og'irroq bo'lgan. Qarang, buni 10 dollarligi sababi mana bu har bir nima atrofida skoch qilishadi. Buni qarang, mehnat ko'proq. Keyin ishi og'irroq, polirovka bo'ladi. Har xil anuda hisobiga qimmatroq chiqadi. Xo'p, endi pastga o'taylik. Mana bu tomon bag'ozdan shunday kirganda juda chiroyli ko'rinyapti. Shunday. Splashnoy polni rombik. Splashnoy. Bu yerda juda ko'p mehnat qilishgan. Qancha vaqt ketdi mana shunga aka? Shu joyimizga aka bu yer 350 kvadrat. 350 kvadrat. Bu yerga Tashqari bilanmi? 20 kvadrat tashqari osham 350 kvadrat chiqdi. 350 kvadrat chiqdi. 20 kunimiz yetroq bo'ldi-da. Hozir mana shularga loy bolalar loy turtsa agar bemalol karsiya bilan yuvib olsak bo'ladi. Bemalol yuvib olsak bo'ladi. Ustiga lak bo'lgan, ikkisi loy. Ustidan lak bo'lgan. Bularning tagi nima edi? Jahongir aka. Buni tagi aka shikaturka bo'lgan. Shikaturka tayyordi. Shikaturka. Qarang, shikaturkani birinchi loy bor, gruntovkasi. Gruntovkasi. Gruntovka bo'lib turgan taqdirda ham biz qila olamizmi shu ishni? Gruntovka bo'lib turgan taqdirda ham qilib beramiz aka. Ustidan kafelnik gili tortiladi. Misol uchun kafelnik gilisi olib beradi. Kafelnik gili tortgan vaqtini ham misol uchun qo'shib beradi. Chunki zatirka bo'lish shart o'zi asosiy, zatirka bo'lish shart. Yani aslida tavsiya qiladiganimiz shikaturka bo'lib, zatirka bo'lib turgan bo'lishi kerak. Shunday ham. 10 dollardan qildik dedingiz-a? Shu fazonimizni 10 dollardan qildik. Masalan, nech puldan boshlanadi o'zi bular? 8 dollardan boshlanadi. Endi fasoniga qarab kelishaveramiz aka. Xo'p, masalan, hozir bu 10 dollar. Bir kvadratiga 10 dollar, ichiga travertin, mana kraska, ish haqi hammasi kiradi. Travertin, kraska, lak, hamma narsasi kiradi-da. Xo'p, uyni egasi hech narsa olib bermaydimi? Uyni egasi misol uchun agar devor shikaturka tayyor bo'lsa, les olib beradi, boshqa hech narsa olib bermaydi. Qolgan hamma xarajatlar sizni bo'yningizda, masalan. Shunday, hamma narsa. Hozmakdan borib, qandaydir kraska olib keling, shotka olib keling demaymiz. Yo'q. Hammasi ichida bo'ladi. Hammasi ichida. 300 necha kvadrat dedingiz aka? 350 kvadrat. 350 kvadrat bo'lgan ekan. Xo'p. Tepada patologlar ham zo'r bo'lsa, patologlar kelganimizda o'zi tayyorda. Qilingan edi. Patologchilar qilib chiroyli qilib bergan. Agar qilinmagan bo'lsa, tanishlar bormi bironta? Qilib beradi. Endi tanishlar bor-ku, misol uchun ularning vaqtiga qarab. Balki mavjud vaqti bo'lib qolsa, Sizga topib beramiz, a? Shuni topib beramiz. Bo'ldi. Uni ham aniq deya olmaymiz, lekin. Hozir suvda yuvsak ham bo'ladi dedingiz, birdan sepib ko'rsating endi. Jahongir aka. Sepib ko'rsatamiz. Ya'ni devor suv o'tkazmaydi deyaptilar akamiz. Bemalol yuvasiz bular. Chang bo'lgan taqdirda yuvsak bo'ladi. Suvni o'ziga olmaydi. Suvni o'ziga olgan yo'q, mana ko'rib turibsiz. Xo'p. Masalan, hozir rombikcha fason suv olmaydimi yo'q, hamma fasonlari bir xilmi? Hammasi bir xil, ustidan lak bo'lgan hisobiga o'ziga suv olmaydi. Qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar. 10 yil garantiyasi bor. Shunday, 10 yil garantiyasi bor. Yomg'ir, quyosh, pastdan tushib turadigan joyga ham bemalol qo'ysak bo'ladi. Rangi o'chmaydi. Chunki materiallarimiz sifatli. Tushunarli. Tashqari tomonni ham qilganmiz. U yerdan pori rombik bo'lgan, o'sha yerdan bitta ko'raylik. Mana bu ko'cha tomonimiz. Ko'cha ham rombikcha bo'lgan ekan. Ko'cha betimizda hamma joy rombikcha bo'lgan ekan. Xo'las, ko'cha tomonda derazalar bor ekan. Bular nima? O'zimiz yoptirganmi? Penapleksdan. Penapleksdan o'zimiz yoptirganmiz, tegalarni. Xo'p, derazamiz bo'lgan joylarni o'zimiz tegaga yopishtirib beramiz. Shunday. Bular ham o'sha 10 dollarni ishda bo'lib ketdimi? 10 dollar ichida qilib berganmiz shunisini ham. Ichida bonusga. Kam bo'lgani uchun hamcha. Kam bo'lgani uchun. Ko'proq bo'lsa endi uni ham. Ata ko'proq bo'lsa qanday bo'ladi? Metrga aka yopishtirishimiz 15 mingdan 15-20 ming shunday qilib olyapmiz. Metr yopishtirib. Bu yerda hozir mana shu penapleksni ham o'zingiz olib keldingizmi? Ha, penapleksni o'zimiz olib. Ya'ni bonusiga bo'lib ketdi bu. Shunday. Xo'p. Keyin Jahongir aka yana so'raydigan narsa bor. Masalan, ko'pincha bizlarni ko'radiganlar boshqa davlatda ishlashadi. Uchastkalari bor. Uchastkalariga mana shu travertin qilmoqchi bo'lsalar, masalan, o'sha pulni bersalar, qilib beramizmi? Ha, pulni tashlab bersa, misol uchun, o'zimiz qilib, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Uyda masalan, obed olib keladigan odam yo'q. Ularni narxini dogovor qilsak, narxi общий dogovor qilinadi. Pitaniyasi, turisi, hamma narsa xarajati qilib, hisob aytiladi, misol uchun, narximiz kelsa, borib qilib beramiz ekan narsani. Xo'p, hammasini ichida ham qilib berishingiz mumkin. Shunday. O'sha masalan,
O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz, shunaqami? O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. Endi misol uchun biz o'zi Samarqandlikmiz. Aha. Samarqandlik. Endi chekka joylar bo'layotganimiz kvadratiga qarab boramiz, kattaroq bo'ladi. Kattaroq kvadrat bo'lsa agar. Kattaroq kvadrat bo'lsa. Masalan, Samarqandni o'zini, Samarqand uzoqroq joy bo'lsa agar, biz yotib ishlashimiz kerak. Yotib ishlaymiz ana shunday. Bolalar masalan yotib, Kechqurun yotadi, ertalabdan voqli boshlash kerak. Turib boshlaydi işte. Xullas, nomerlar ekranda do'stlar. Boshqa davlatda bo'lsangiz ham, uchastkalaringizni travertin qilish kerak bo'lsa ham, akaga murojaat qilaverasizlar. Xullas, bu tomon juda baland ekan nimasi? Fundament balandroq qo'yilgan, Juda baland ekan. Biz hozir Qarshidamiz do'stlar. Qashqadaryoda kelganmiz. Bu ishimiz Chiroqchida bo'lyapti. Aha, Chiroqchida. Chiroqchida bo'lyapti. Butun O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz do'stlar. O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. Tomog'im ozgina og'rigan do'stlar, o'shanga ovozim sal g'alati bo'lsa agar hayron bo'lmaysizlar. Aka nomerlari ekranda bo'ladi. Telefon qilib bemalol maslahat so'rashingiz mumkin. Maslahat so'rash bepul. Maslahat bepul. Bizning kanaldan desangizga chiroyli qilib arzonroq qilib beramiz. Xudo xolasa. Chiroyli qilib beramiz. Kommentariyada uy haqidagi fikrlaringizni albatta yozib qoldiramiz do'stlar. Like bo'lsamiz, kommentariy yozamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.